Bu ilovalarning bir-biriga umuman aloqasi yo'qdek ko'rinadi, to'g'rimi? Lekin ularni bog'lab turadigan bitta narsa bor. Har kuni ko'ramiz, ba'zan esa majburan. Javob oddiy: reklama. Bu ilovalarning haqiqiy yoqilg'isi aynan reklama hisoblanadi. Bugungi mavzumiz aynan shu haqida. Nega deyarli barcha bepul ilovalar reklama asosida ishlaydi? Ular bundan qancha foyda ko'radi? Va eng qizig'i, nega aynan sizga o'sha reklamalar chiqadi? Keling, buni birgalikda tushunib olamiz. Masalan, siz bir kunda nechta reklama ko'raman deb o'ylaysiz? 10 marta, 50 marta, balki undan ham ko'p. Telefoningizdagi o'yinlarda, VPN ilovalarida, musiqa platformalarida, hatto siz dam olish uchun o'ynayotgan video o'yinlarda ham. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega deyarli hamma joyda reklama bor? Bu reklamalardan kim foyda ko'radi? Nega ayrim kompaniyalar millionlab dollar sarflab aynan o'yinlarga reklama joylashtiradi? Va nega telefoningizdagi oddiy bepul o'yin ba'zan sizga o'yinning o'zidan ko'ra ko'proq reklama ko'rsatadi? Bugun aynan shu savollarga javob topamiz. Lekin buning uchun avval o'yinlardan biroz chekinib, umuman ilovalar dunyosiga nazar tashlashimiz kerak. Tasavvur qiling, siz bepul VPN ishlatyapsiz. Dunyoning boshqa davlatidagi serverga ulanyapsiz. Video ko'ryapsiz, internetdan foydalanyapsiz. Ammo buning uchun bir so'm ham pul to'lamaysiz. Savol tug'iladi. Unda kompaniya pulni qayerdan oladi? Axir serverlar tekin bo'lmasa, dasturchilar tekin ishlamasa, texnik xizmat ham yaxshigina pul talab qiladi. Javob esa oddiy: reklama. Xuddi shu holat audio platformalarda ham kuzatiladi. Siz qo'shiq tinglaysiz, kompaniya esa reklama orqali pul topadi. Aslida internetdagi juda ko'p xizmatlar bitta tamoyil asosida ishlaydi. Agar foydalanuvchi pul to'lamasa, reklama beruvchi to'laydi. Lekin ilovalardagi reklama bu hali eng qiziq qismi emas. Chunki haqiqiy pul va haqiqiy biznes o'yinlar dunyosida boshlanadi. Bugungi reklama tizimi birdaniga paydo bo'lmagan. 90 va 2000-yillar boshida ko'plab o'yinlarda deyarli reklama kuzatilmagan. Sababi oddiy: o'yin sotib olinardi va kompaniya pulni o'sha sotuvdan olardi. Keyinchalik internet ommalashdi, mobil telefonlar paydo bo'ldi, App Store va Play Marketga o'xshash ilovalar rivojlandi. Shundan keyin dunyo o'zgarib ketdi. Millionlab odamlar o'yin uchun pul to'lashni xohlamasligini kompaniyalar tushunib yetdi. Ammo baribir pul ishlash kerak edi. Shunday qilib, free to play modeli paydo bo'ldi. Ya'ni o'yin tekin, lekin daromad boshqa usul bilan olinadi. Mana shu yerda reklama o'yinga kirib keldi. Bugungi kunda o'yinlarda reklamalarning bir nechta asosiy turi mavjud. Birinchisi banner reklamalar. Ular odatda ekranning yuqori yoki pastki qismida joylashadi. Ikkinchisi video reklamalar, ya'ni bosqich tugashi bilan reklama chiqadi. Uchinchisi rewarded ads. Bu eng qiziq reklama turi. Siz reklama ko'rishga majbur emassiz, ammo reklama ko'rsangiz mukofot olasiz. Masalan, qo'shimcha hayot, qo'shimcha oltin, qo'shimcha energiya. Va negadir o'sha o'yindagi bonusni olish uchun 30 soniyalik reklama ko'rishga rozi bo'lamiz, lekin uyda ota-onamiz 5 daqiqa do'konga chiqib kel desa, erinib qolamiz. Bu tizim shu qadar samaraliki, ko'plab mobil o'yinlar asosiy daromadining katta qismini aynan shu usul orqali topadi. Bu yerda 3 ta asosiy tomon mavjud. Birinchisi o'yin ishlab chiqaruvchi. U har bir reklama ko'rilganida ma'lum miqdorda pul topadi. Ikkinchisi reklama beruvchi. U o'z mahsulotini millionlab odamlarga ko'rsatadi. Uchinchisi esa reklama tarmog'i. Masalan, Google AdMob yoki Unity Ads. Ular vositachi sifatida ishlaydi. Tasavvur qiling, siz bir reklama ko'rdingiz. Bu oddiy holatdek tuyuladi. Ammo shu birgina reklama ortida reklama beruvchi, reklama tarmog'i va o'yin ishlab chiqaruvchi o'rtasidagi murakkab iqtisodiy tizim ishlamoqda. Endi eng qiziq joyiga kelamiz. Ba'zi mobil o'yinlar ichki xaridlardan ko'ra reklamadan ko'proq pul topadi. Ayniqsa hyper casual o'yinlar, masalan siz bir necha daqiqada o'ynab chiqadigan oddiy o'yinlar, bu o'yinlar millionlab marta yuklab olinadi. Har bir foydalanuvchi kuniga bir necha reklama ko'radi.
Natijada kompaniya juda katta daromad oladi. Bir qarashda ahamiyatsiz ko'ringan 30 soniyalik reklama millionlab marotaba ko'rilganda ulkan biznesga aylanadi. Endi sport o'yinlariga o'tamiz. FIFA yoki PES o'ynagan odam stadion atrofidagi bannerlarni albatta ko'rgan. Ko'pchilik ularni oddiy dekoratsiya deb o'ylaydi. Aslida esa bu haqiqiy reklamaning virtual nusxasi. Masalan, Coca-Cola, Adidas, Hyundai, Qatar Airways, Visa va yana ko'plab global kompaniyalar. Bu brendlar futbol tashkilotlari bilan o'nlab va yuzlab million dollarlik homiylik shartnomalariga ega. Masalan, Adidas va FIFA o'rtasidagi hamkorlik uzoq yillar davom etgan va umumiy qiymati 100 millionlab dollar bilan baholangan. Shuning uchun bu kompaniyalar nafaqat haqiqiy stadionlarda, balki video o'yinlarda ham ko'rinadi. Bu reklama brend uchun qo'shimcha auditoriya hisoblanadi. Bu yerda yana bir qiziq texnologiya bor. Dynamic advertising. Bu tizim orqali o'yin ichidagi bannerlar internet orqali yangilanadi. Bugun boshqa reklama, ertaga esa mutlaqo boshqa reklama. Bu xuddi haqiqiy stadionlardagi elektron bannerlar kabi ishlaydi. Ba'zi kompaniyalar kelajakda o'yin ichidagi reklamalar internetdagi reklamalardek shaxsiylashtirilishini ham taxmin qilishmoqda. Ana endi sal qiziqroq mavzuga o'tadigan bo'lsak, albatta, hamma ham reklamalardan xursand emas. 2020-yilda UFC Tour o'yinida janglar orasiga reklama qo'shilganda internetda katta norozilik boshlandi. Sababi oddiy, odamlar allaqachon o'yin uchun pul to'lagan, shunga qaramay ularga reklama ko'rsatilayotgan edi. Ko'plab o'yinchilar buni ochko'zlik deb baholashdi. NBA 2 seriyasi ham bir necha marta xuddi shunday tanqidga uchragan. Ko'plab o'yinchilar to'liq narxda sotib olingan o'yinlarda reklama bo'lishini adolatsizlik deb hisoblashgan va bu o'yin industriyasida katta muhokamalarga sabab bo'lgan. To'g'risi hamda kim sotib olingan o'yinda reklama bo'lishini xohlaydi? Siz xohlarmidingiz? Mutaxassislar fikricha, reklama o'yinlarning yanada muhim qismiga aylanadi. Virtual stadionlar, virtual shaharlar, virtual billboardlar hammasi reklama maydoniga aylanishi mumkin. Ayniqsa metaverse va virtual reallik texnologiyalari rivojlansa, reklama bozori yanada kattalashishi mumkin. Va nihoyat eng muhim savol: nega telefonimizdagi tekin o'yinlarda bunchalik ko'p reklama bor? Javobi juda oddiy, chunki o'yin yaratuvchisi ham pul ishlashi kerak. Agar foydalanuvchi o'yin uchun to'lamasa, daromad boshqa joydan kelishi kerak. Ko'pincha bu reklama bo'ladi va bu juda ham normal holat. Shuning uchun keyingi safar telefoningizdagi bepul o'yinda 30 soniyalik reklama chiqqanda shunchaki video ko'ryapman deb o'ylamang. O'sha 30 soniya ortida dasturchilar, reklama agentliklari, global kompaniyalar va milliardlab dollarlik sanoat yotibdi. Va ehtimol siz hozir o'ynayotgan o'yin aynan shu reklama tufayli bepul ishlayotgandir. Ha, aytgancha, sizning fikringiz juda ham qiziq. Sizningcha qaysi biri yomonroq? Tekin o'yinlardagi ko'plab reklamalarmi yoki pullik o'yinlarda ham reklama ko'rsatilishimi? Agar shunga o'xshash o'yinlar va internet ortidagi qiziqarli faktlar yoqsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.